Yerde örgen haberini anla, gözlerimden aktı yaşlarım. Yerde örgen haberini anla, gözlerimden aktı yaşlarım. Bu günlerimi ötüp gittim, yığılmağla kırındaşlarım. Bu günlerimi ötüp gittim, yığılmağla kırındaşlarım. Yığılmağla kırındaşlarım. Kahretan soğuk bulsun mu hava, yüreğimi silerge muhabbetke dolgan bu dünya. Yığılmağla kırındaşlarım, muhabbetke dolgan bu dünya. Yığılmağla kırındaşlarım. Yığılmağla kırındaşlarım, yığılmağla kırındaşlarım. Varlık tordaşlar, biz bugün Mısır'ın toru, ana toprak toru başçılığında şundaqlam karxançılarımızdan Ürümçi Mağrib Soda Çeklik Şirketi, Abide Soda Çeklik Şirketi bilen birleşip afet yüz bergen Keriye Naisi'ge bugün hazır yetip geldik. Şu münasebetle ben bugünkü tordaşlarınki shundaq naq maydondagi riyosachilik qilish sharfiga erishdim. Men shu munosabat bilan shu naq maydondagi qarindoshlarimiz bilan birlikda turyapmiz. Shundaqlam shu joydagi bizningki shu afat yuz bergan o'rindagi mahalla sekretarni bir so'zga taklif qilgan bo'lsak, xo'sh aka, unda bo'lsa sizning bugungi shu afat yuz bergan shu rayondagi amaliy ahvolni siz bizdan texmi yaxshi tushunasiz. Shu orqali shu kang to'rdoshlarga bir naq maydondagi shu afat yuz bergan amaliy ahvolni qanday bo'lganligini bir so'zlab bo'lsangiz. Bo'ladi. Bizningki o'rni 2600 oila, 10 mingga yaqin nüfusdan tarkib topgan 49 ko'chadan shakllangan bir makon, bir qadimiy Keriyada burun Yutengo deb atalgan. Bu koni qadimiy rayon. Bu rayondan da shu 2014-yili 2-oyninki 12-kuni soat 3dan 19 minut o'tganda 7dan 3 bal yer tavrash orqali
Bunun bilan bizning bu o'rnimizda 1868 oila ig'ir darajada daz ketish ahvoli yuz bergan. Shundaqla 268 oila hamda xatarlik oilalar bo'lib qolganligi uchun buningdan 50 oilani hozir bu yoqda turgan chedirlarga birini yo'tkab akeldik. Qolgan 218 oilani oilasidagi urug' tuqqanlarni tarqaqlashtirdik. Endi hozir qoldiq yer tavrash tadrijiy shu 12 to kichik qoldiq yer tavrash. Shu qoldiq yer tavrashning oldini elish maqsadida ba'zi mavo qirisal uyi bexatarda qolganlarga yo'tkab akeldik. Buni biz qisqa muddatli qoldiq yer tavrash tugagandan keyin hammani partiya, hukumat, keng xalq ommasi birlikda buni yaxshi o'rinlashtiribmiz. Yaxshi bularni hozir biz ularga endi 3 vaqt tomoqni ish bajarish o'rnimiz maxsus oshpaz tashkillab 3 vaqt tomoqni berdik. Kechasi har bir chedirga birdan kadr o'rinlashtirib o't qalash, ularni isinish ishlarini qishni yaxshi o'tkazishni shu bo'yicha olib beryapmiz. Demak, endi korxonachilarningki bizning shu Shinjongdagi har soya korxonachilarimiz bizning shu ofatga uchragan yer tavrashda ko'rilgan rayonimizga kelib, keng xalq ommasi yo'qlaganligiga ming martaba rahmat. Bularning hamda mushu qatim kelish orqali bizningki Konishar rayonimizningki keng xalq ommasining yurak so'zini angladi. Biz bundan buning ro'yini o'rganamiz. Ko'p rahmat. Sizlarga tashakkur. Salomat obdan turiblar. Meni tunlima? Tundim. O'zining ismi Bartaxon. Silcha? Memtaxon. Ikkimiz ism o'xshashga. O'zining salomatligi yaxshi-da. Shukr anim bo'lsa be o'lim yetim boshqa hech qanday bir ishlar yuz bermabdi. Bundan qattiq xush bo'ldik. Biz o'zimizning ko'ngilda hamda qandaq bo'lgandi deb amaliy ahvolni ko'rguncha biz buni aytdi. Taqozo bo'lgandik, aytdi, jiddiylashgandik, buni ko'rib aytdi. Anim qildik. Shukr. Shunday bir sog' salomatchilik bo'lganligidan. Hamda shu yer tavrigan vaqtida o'zlari nada bo'lg'itlar. Öldürdük. Öynün içindimi? Qanday tavrida qanday bir alametler oldu? Özür qanday bir ta'sirat oldu? Öyle oldusak saat 3:20 ötkendi tavride. Tavrigende yer tavride yani taşqaga çıktık. Adı xatar çıkmadı. Öyle çaktı işte. Ölüm yetim kadar iş olmadı. Anladın. Sizning köyler için? Benim öyüm ben bazarda asıl gazetette. Bazarga çıkıp kiysem öyünün aşı buğnak öylaptı kiysem aşı. Olsuzkan üyem. Sandık topuları beri beslikti. Hazır mı topunu arısta biremem. Hatta bir kaçamın ne yediğen kaçlarımı topun arası kümülep geçipti. Hazır öylerimiz ölüp gitti mi de? Öyünün aşağı tıkan ölüp gitti. Hazır sandık bulunlarım berim topun arası. Hatta başka bir mal onun kılmağılık sandıklarım topun arası. Hazır. Bu şükür hanım bu sağ salametçilik bolğandıkı onun çok özellik yok. Rahmet. Bizning nurg'un şu Şinjongdagi şu necha vaqtning yüzü bugünkü faaliyetga kelenmegen nurg'un qarindoshlarimiz o'zlari kelenmegen bilan şu bizning telefonlarda, torlarda hammanglarga oliy şu o'zining tilaklarini shundaqlab o'zining bütün umidlarini yo'lladi. Biz hamda bu yerda sizlar bunda yolg'iz bo'lgan bilan keyinalda nurg'unlagan qarindoshlaringlar sizlar uchun duo qilyapti, sizlar uchun yaxshi tilaklar yo'lladi, sizlar uchun nurg'unlagan narsalarni bizdan o'vatdi. Biz hamda qanday qilib biz hamda biz Xudoyim shundaq bir sinoqlarla sinabdi. Salomat obdatul ismlari Ölün Saqacha. Salomat obdan turiblar. Qanda uy ichi balavoq ham saqma. Saq. Qanda öküdi yetavergan kuni özleri nerede o'qitlar uyning ichidami? Uyning ichida shu yatavrab öyle chaq ketib. Qanda tavrib uyda oldu. Menda midrab hamda. Qanda bo'ldi o'zlari ta'sirot. Men shu midrab qo'qda mevlab so'ngdan chaq ketib. Ammo nimalari chalmilari tushdi yaga. Ashna qildi. Xo'sh, hanim bu saqliqqa ekan. Shukr. Andas biz şu bütün barlıq tordaşlarga, bütün Şinjongdagi barlıq qarindoshlarga vakolatan saqaslidan hal so'rab kelgan. Sizlar saq kellar, sizlarning tanning saqligini ko'rib, uy ishining tinch amonligini ko'rib biz taxmi xush bo'ldik. Xudoyim chek sabr ato qilsin. Buningki ishlari, tallari saq salomat bo'lsin. Rahmat. Afat rayonidagi ammaning ofatdan keyingi turmushiga hammalar diqqat qilyapti, ko'ngil bo'lyapti. Afat rayoniga yetkazilgan pul va moddiy buyumlarning mehr muhabbatning oyiqi uzilgani yo'q. Hazır Ürümçi vaqti kech soat 8 dan oshdi.
miros kiyimchiligi shundaqla Abida biopantexnik chekish şirkati qatorliq bir qancha cho'ng shirkatlarning mas'ullari bugun kechalab yo'l yurib Afat rayoniga yetib keldi. Ular o'zining ko'ngil so'g'isini Afat rayonidagi har millat ommasiga yetkazmoqchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Japatatdinglar. Sizmi shu rahmat. Qancha vaqt yo'l yurdinglar? Bugun 6 soatlik yo'l minib keldik Umishga. Undaqda sizlar qanday ko'ngil so'g'is olib keldinglar? Chunki ko'pchilik qiziqyapti bu savolga. Biz ham shirkatga 200 ga yaqin xizmatchi vakolatan. Shirkatimizningki mas'uliyati bo'lgan Abida mango ichimliklar bilan undan boshqa bizningki mushkundalik turmushda kam bo'lmaydigan un, ya'ni yemeklik uni olib keldik. Undan boshqa bir necha bizningki milliy korxonalarimizning ya'ni ko'ngil so'g'isini olib keldik. Shu bizningki korxonchilarimizning xizmatini aldirashamiz biz shundaqku. Mushundaq ahvol ostida afat kuchirgan ommindan ahvol so'rab o'z ko'zinglar bilan ko'rib xotirjam bo'lish uchun ishinglarni tashlab yetib keldinglar. To'g'ri. Endi bir korxona kichik vaqtida bir shaxsningki ma'lum bir korxona qurg'uchining bo'lsa, bu korxona taraqqi qilgandan keyin ma'lum bir bosqich bo'lganda chuqur bu bir xalqning bir ummatning korxonasi bo'lib ketdi. Shunga biz shu afat rayonidagi xalqimizni o'ylab chiqish qilib, o'zimiz o'ydimi xotirjam bo'lgan bu ahvol ostida o'zimiz shunaq maydonga kelib ko'rib, o'zimizningki ozdir ko'pdir mush ko'nglimizni atab mush shirkatningki o'zimizning xalqi bilan bir ekanligini bildirish, shu orqali bizningki shu xalqimizga bo'g'azroq bo'lsin bir tasalli bo'lib qolar degan umidda keldik. Mening ham ta'sirlanganim bizningki shu korxonchilarningki elningki duosi bilan ko'kliganligi, shunaqla elningki beshiga kun tushgan vaqtda birinchi bo'lib aldin hisob kelganligidan bak suyundim. Undan boshqa har qaysi korxonalarning o'mlashib, ittifoqlashib, maslahatlashib naq maydon kelganlar texim hammamizni ta'sirlantirdi. Bu maslahatni qanday qilib qoldinglar? Korxona bir odamning shaxsi emas. Chunki yo'ldosh mavzum bunda degan xalq uchun xizmat qilamiz deb. Shuningdek, yaqinga afat bo'lgandan keyin raislarimiz nurg'un yaxshi xalqqa yordam qilishini aytdi. Korxona taraqqiy qilib, ma'lum bir bosqichga kelgandan keyin u xalqning oldida mana bu haqiqiy bir korxonchi bo'lish tegishli bir sopa. Bizni xalq kelgan. Biz xalqning beshiga kun kelganda qarab tursak bo'lmaydi. Shuni his qilib, biz korxonchilar bir-birimiz bilan maslahatlashib, avval birinchi sapga o'zimiz kelaylik deb keldik. Undaqda bugun night kashib ketdi. Shunda xo'simi o'zinglar o'z qo'linglar bilan mushu buyumlarni yetkazish uchun keldinglar. Meningcha bir yerda bir qancha kun turib qoldigan o'xshamamsizlar? Biz 3 kun turadigan plan bilan keldik. Biz tushdan keyin soat 4:25 bilan Nayga kirdik. Naydagi afat kuchirgan xalqlar bilan bir qator kurashdik. Ularga bizning ekkagan moddiy buyumlardan taqatdik. Kashflab ketsimi xalqni yo'qlash maqsadi kelgandan keyin cho'qim shu naq maydonga bir kelib Atchan yezisiga hozir chiqdik. Naq maydon turyapmiz. Xalqlar ahvolini bir aql egalladik. Afat ahvoli bek ig'ir emas ekan. Biz ko'nglimiz nayt suyundi. Xalqning sog'ligi, moddiy buyumlar buzilsa o'ng'ishog'nildi. Odam hayot bo'lgandan keyin biz shuningdan nayt xush bo'lib ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Undaqda o'z qo'linglar bilan ko'pchilikka amal va kuchinglarni yetishicha taqdim etib ketmoqchimi? Biz kuchimizdan yetishicha har qaysi kanitlargacha berib qo'limizdan taqdimiz deb niyat qilyapmiz. Assalomu alaykum ablar. Va alaykum assalom. Sizni bu yerda ko'rishimdan xush bo'ldim. Rahmat. Japatat kelibsizlar. Bugun ammoga yana sizlarni o'zinglarning ko'ngilni olib kelinglarchi? Shundaq. Biz bu qatim shu Shinjang Talba kasbiy tarbiyalash maktabi, Shinjang xonim qizlar kiyim-kechak shirkati o'ylashib, biz nima qilsak bo'lar degan o'ylab, bir qancha shirkat bilan birga kelgankin, xil yetkidak unmi oldi, kiyim-kechakmi oldi. Biz o'ylashib, nima qilsak bo'lar deganda biz naq pul olishni o'ylashdik. Biz naq pul olsak, masalan, yarda olganlar bevosita doktorxonaga ishlatoladi ekan. Ba'zi o'zininki kam narsalarga bevosita naq olib xashlayoladi ekan. Shunga biz yo'l minib kelib, aviatdan nay kirib bir qism taqatdik, qolgan pullarimizni Xudoy mursa ata shu yezning har qaysi kentlik bevosita berib o'z pulim bilan taqdiman deb 300 dan ortiq o'quvchi, ishchi xizmatchilarim qo'ygaldi, ash pulni o'zim keldim. Afat rayonidagi amdan hol so'rash uchun keldinglar, shundaqku? Hozir yetib keldinglar? To'g'ri. O'zingiz qaysi shirkatdan qanday? Sadoqat biopantexnik taraqqiyot shirkatidan keldim. Lider Qozog'istonda bo'lib qolganligi uchun hamda jiddiy kap bo'lmay qoldi. Shunga lider vakolatan ham shirkatga vakolatan shu Amadan al so'rab hamda ittifoqliq kuch deb barliq shirkatlar bilan hamkorlashib, shu hammani bir qo'l tutishib, tang o'rnimizdan turib kelsak degan maqsadda al so'rab kelgan edik.
Mening anam seningmi anam. Kel qerindishim qo'lingni ber. Mening dadam seningmi dadam. Kel qerindishim qo'lingni ber. Bu aile senin